Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammaga yaxshimisizlar? Ahvollaringiz oydinmi? 2026-yilning 2-yanvar kunidan video qilyapman aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik uyda bilaman 1000 sotikka yaqin yeri bor, 5 sotik yoki 10 sotik yeri bor. Ko'pchilik bilaman ko'rib bekorda yotibdi shu yerlaringiz. Sizlarga bitta biznes ideyani aytaman aziz yurtdoshlar. Undan oldin videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu qanaqa biznes reja? Masalan 5 sotik yeringiz bo'lsa, kimdaydir bilaman 100 million so'm puli borlar ketyapman. 100 million so'm pulingiz bor, 70 million so'mga cho'tki qilib pannikcha, ya'ni teplitsa issiqxona qurib, uning ichiga ya'ni kartoshka, bodring, pomidor, xullas poliz ekinlarni ekib normalniy foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik bundan foydalanib o'tiribdi. Ko'pchilik uyi ko'rdan ko'rib yotibdi. Aziz yurtdoshlar, aziz akaxonlar, dehqon akalar, teplitsaga masalan 5 sotikka 5 sotik pomidor, ya'ni pomidorchani ekib qancha daromad qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Cherry pomidorni biladimmi? Mana shunaqa kichikgina kilosi 50 ming so'm bo'lib turibdi, ya'ni hozirgi bozorda 5 sotikdan siz 100% bir yilning ichida 100 million so'm daromad qilib bilasiz aziz yurtdoshlar. Mehnatga yarasha. Ko'pchilik musofirga ketib yuribdi, musofirchilik deb biletga pul to'lab ketyapti. Shu biletni puliga teplitsa qurib normalniy foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ikkinchi variant esa bodring. Bodring 45 ming so'm. 45 ming so'm bozordagi narxi 1 kilogramm. Bodringni bilasizlar 95 kunda hosilga kiradi. Hosili mana shuncha bo'ladi, ya'ni 8-10 santimetrgacha o'sib ketadi bodring. Aziz yurtdoshlar, hosilga 95 kunda kirsa, ya'ni 3 oy, gideda 3 oyda bemalol hosilga kiradi. Qish oyi, masalan, hozir dekabr, yanvar, fevral oyi bodring 40 ming so'mdan 55 ming so'mgacha narxi bo'ladi aziz yurtdoshlar. Kimda puli bo'lsa agar bosish kerak, chunki ko'pchilikda pul bor, mashinasi bor, lekin haydashga pravasi yo'q. Mashinangizni soting, bozorga chiqing, masalan, Damas bo'lsa 80 million, 70 million soting. Teplitsa quring, bodring biznesini keyin 1 yilning ichida normalniy foyda qilsa bo'ladi. 5 sotikdan 1 tonna bodringni hosilini olasiz 3 oy ichida. Sentabrda eksangiz, dekabrgacha hosilga kiradi. 3 oy terasiz. Bitta Damasni, yangi Damas olib minasiz. Ya'ni bitta Damas pachkasini olasiz. Chunki bodringdan normalniy foyda qilsa bo'ladi. Agarda omadingiz kelib qolsa, undan ham ko'p pul ishlab olishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Bozorda narx o'ynab boryapti, lekin oziq-ovqatga talab kuchayib boryapti aziz yurtdoshlar. Uchinchi ideyam bu kartoshkani bilasizlar. Hozirdan kartoshka eksangsizlar, bahorga kartoshkalar mana shunaqa kalibri 5-6 kalibrli bo'lsa, normalniy foyda qilib olsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Kimda puli bo'lsa, teplitsa biznesini boshlashini tavsiya etaman, chunki issiqxonadan oyiga 50 million so'm daromad qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Oyiga 50 million. Chunki teplitsada normalniy daromad qilsa bo'ladi. Mehnatdan bor. Mehnat qilgan odam normalniy foyda bilan chiqib ketadi. Bilaman ko'pchilikda pul bor, lekin qilishni xohlashmayapti, chunki odamlar shaharga ketib qolyapti, lekin oziq-ovqat kundan kunga ko'tarilib ketyapti. Ishlaydi odam yo'q qishloqda aziz yurtdoshlar. Qishloqda yurib normalniy foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat. Videoga bitta like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.